sevganingiz o'rtog'ingizga telefon qilyapti. Sizda rashk degan narsa bormi? Men o'zim osyapman deb telefon qildim. Nima deb telefon qildim? Paring dedim, nima deb telefon qildim? Aytingchi. Endi gap ovoz eshitilmaganda. Ha, prosta xirillagan xolos, to'g'rimi? Xo'p, o'rtog'ingiz nimadir bo'ldi bunga deb turib uyga kelgan, to'g'rimi? Xo'p, uyga kelgan, uyni kodini qanday ochgan yo eshik ochiq bo'lganmi? Uyni kodini ochgan. O'zi ochganmi? O'rtog'ingiz. Sizni xotiningiz bilan yashaydigan uyingizni kodini o'rtog'ingiz qayerdan biladi? Men aytgan. O'rtog'ingizgami? Nimaga? Oldin sal kasali bor bu qiz. Sal kasali bor, tili ketib qolib, hushidan ketib qoladigan anaqasi bor. Hop, kasali bor. hop, shunga nima bo'ldi? Endi har xil vaziyat bo'lardi, doim yonida bo'lmasdim, ishda bo'lardim boshqa yerda. Hop. Shunga erkak o'rtog'ingizga xotiningizni tili ketib qolsa yordam berasan deb turib, uyingizni kodini aytib qo'yganmisiz? Shunaqa to'g'ri tushundimmi akalar yo noto'g'ri tushundimmi? Sizga bitta konkret savol. Sizda rashk degan narsa bormi? Yo yo'qmi? Men masalan siz shunaqa qila olasizmi? Masalan, sevgan insoningiz borda, u bilan nikohsiz bo'lsa ham yashayapsiz, bir-birlaringni hozir so'rasangiz, haligi ashula aytib yurishadi. Bizni sevgimiz boshqacha deb yurishadi-da, masalan, hozir mana shu bolada tirikligida yurganda dengizga borib olib. Lekin u zavodda ishlayotgan paytda uyda xotini bo'lsa, tili ketib qolar ekanda, o'rtog'iga aytib qo'yibdi. Uyini kodini xotinim tili ketib qolsa, senga telefon qilsa, sen borib qutqar degan ma'noda. Hozir menga shuni aytyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, endi bo'pti deylik, mana shu gapga ishondim deylik. Maytdan kiryapti-da, kodini ochib kiryapti. U xotinim o'rtog'ingizga telefon qilyapti, kodini ochib kiryapti. U bilan ham gaplashdim-da hali. U kiryapti, mana yerga qarayapti, birinchi. Spalniga. Qarayapti, mana yoqqa qarayapti, zalga, yoqqa qarayapti, yo'q hech kim. Keyin mayt qarayapti, hech kim yo'qda, keyin bitta variant tualet qolyapti. Ha? Tualetga kiryapti, uni bunday yoqyapti-da. Maytga shunday kirsa, maytda osig'liq turibdi. Mana bitta. Ha? Mana oling, mana shu yerda yana bitta oling. Mana shu temirga osig'liq turibdi, pastigacha oling. O zakolka ham o'shanda tushib qolgan shekilliga bo'ladi. Xo'p. Endi u bola sizga telefon qildimi birinchi? Ha, menga. Siz qayerda edingiz? Yo'ldami? Yo'lda ketyapti. Qayerga ketyapsiz? Boshqa ishxonam. Ishxonangiz uzoqmi? Xivasonda. Xivasonda? Xo'p, ketyapti dedingiz, keyin u telefon qildi sizga, to'g'rimi? Nima dedi? Xotining o'lib qolibdi dedimi? O'zini osib qo'yibdi, tez keldi. Ha, nafas olayotdimi o'shanda? Menimcha yo'q. Olmayapti? Nafas olyaptimi desam yo'q. Ha, u qayerdan bitta ushlab ko'ribdi uni. Ha. Keyin birinchi kimga telefon qildilaringiz? Ililkuga. Ililkuga? Ililku nima dedi? Adres tashladi. Qanchada vaqtda keldi Ililku? Ililkuga kelmadi. Adres tashladi. Bu uyda adresini men yaxshi bilmasdim. Qanday bilmaysiz? Yozma shaklini bilmasdim. Men ko'rib turib bilaman, Qo'sonda endi yashaganman. Ha. Yozma shaklini bilmasdim, ko'rib turib topib. Qarang, yozma shaklini bilmasdim nima degani? Adresda Ililkuga telefon qilsangiz, SMS-da tashlab ber yo o'qib ber deydi, to'g'rimi? Ililku mana shu atrofdagi Ililkuga tushasiz, to'g'rimi? Endi masalan, palondaqa deb aytsangiz, ular taxminan ko'chani, binoni nomini ham biladi, ular. Siz o'sha aytib ham bera olmaysiz uni telefonda. Aytib berdim. Ha. Ular tushunmadimi? Ularga tushuntira olmadingizmi manzilda? Menimcha shunday. Ha, tushuntira olmadingiz. Necha minut tushuntira olmadingiz o'sha? 2 minut atrofida. Ha, ular qancha vaqtda yetib keldi bu yerga? Ililku kelmadi, men o'zim yetib keldim. Ha, undan birinchi o'zingiz keldingizmi? O'zim keldim. Kesam bu yerda cho'zilib yotgan ekan. Qayerda yotgan ekan? Qanaqasiga yotgan? Shunday bosh taraf, bu tarafda. Boshim aytdi. Boshi bu tarafda ekan. Mashgacha, ha? Yotgan. O'rtog'ingiz qayerda turuvdi? Men mashina eshik oldida kutib turgan ekan. Maytdami? Ha? Eshik ochiqmidi? Eshik ochiq. Ha, nima dedi kelganingizda? Siz qanday holatga tushdingiz? Shokka tushib qoldim. Keyinchi? Badanim muzlab. Hop. Banisaga borish kerak buni. Ililku topolmadi manzilimizni. Hop. Ililkuga o'zimiz olib boramiz dedingiz. Hop. Boramiz. Qanday? Mashinaga solib olib bordingizmi? Ana BMWga. Yo'q. Ha. Boshqa o'rtog'im san'atasiga. Ha. Bordilaring Ililkuga. Ililku nima dedi? Sirazi ko'rib o'libdi dedimi? Yo'q, bunga tez tibbiy yordam kerak tez dedi. O'libdi haqida gapirmadi. Demak, o'lmagan ekanda, nafas olayotgan. Yo'q, nafas ham olgan yo'q. Nimaga?
Nafas olgan yo'q dedi. Nafas olgan yo'q Nafas dedi. olgan yo'q dedi. Keyin yuragini massaj qildi dedi. Orada yuragini massaj qildi. Tez yordam. Tushunarli. Orada sun'iy nafas nima berdi unda? Orada ishlab ketdimi yuragi? Orada yuragi bir marta urib. Bir marta uribdimi? Shu bir martami, ikki martami urib. O'sha payt sun'iy nafas berdimi? Kasalxonada. Yo'q. Mashinani o'zidan. Biz olib borgan, Anjunda olib borgan больницамizda yuragi urgan 2-3 marta. Keyin o'lgan. Keyin o'lgan, to'g'rimi? Keyin больница mashinaga yuklab, Pyontekdagi katta больницаga olib ketdi. Xo'p, o'shanda yashayotdimi yo o'lgan odamni ko'tarib yurishuvdimi? O'lgan odamni ko'tarib yurishdi. Doktorlar? Xo'p, qarang, endi sizga nima? Hozir kasalxona to'lovi qancha chiqdi? O'sha arzimagan 5-10 minut yoki yarim soat ichiga. 1,5 million. 1,5 million vo'mi? Endi bizni boshqa dunyoning boshqa joylaridan ko'rib turganlar uchun bu $1000 atrofida bo'ladimi hozir? $1000 dan oshiqroq. 1000, 10, 20 dollar bo'lsa kerak, bilmayman yana. O 1 soatga $1000 dan oshiq pul chiqdi, to'g'rimi? Xo'p, endi o'sha yerda больницада turib, siz menga telefon qildingiz. Ha, больницада. Tushunarli. Doktorlar aytdiki, menga juda kech qolibsizlar. Ertaroq olib kelganda iloji bor dedi. Iloji bor edi, deganday qilib gapirdi, juda kech qolibsizlar. Tushunarli. Biz ham lekin maksimal harakat qildik, Anjundan 8 kilometrlar. Aka, men bu narsani tushunmayapman-da, mana qarang. Siz nima sababdan uyingizni kodini o'rtog'ingizga aytib qo'ydingiz? Men shuni tushunmayapman hozir. Men qabul qilolmayapman, aka. Siz uylanganmisiz? Siz uylanganmisiz? Sizchi? Singlingiz bormi? Singlingiz masalan, singlingiz bitta yashaygan joyga boshqa begona odamga kodini berib qo'yasizmi? Singlim kasal bo'lsa borib til orqaga ketib qolsa sun'iy nafas berib qo'yasan deb berib qo'yalasizmi? Shu to'g'rimi shu? It hatto qilmasa kerak mana shu ishni, to'g'rimi? It qilmaydi, it ham qizg'anadi, to'g'risida. Akamisiz, ukamisiz nima edi? Yoshingiz nechida edi? Kichkina, mendan kichkinasi. Aka, men endi aka deyman-da hammani. Xullas, mana sizni qilgan ishingizni it qilmaydi, aka. Xafa bo'lmang, betingizga aytaman. O'lib ketsa ham bo'laveradi shunda? Kim? Tili ketib qolib o'lib ketsa ham bo'laveradi shunda? Yo'q, qarang, sizga savol-da. Xo'p, to'g'ri gapiryapsiz, o'zingiz fikringizcha. O'lib ketsa ham bo'laveradimi deyapsiz-da, ha? Ha, xo'p, o'sha erkak kishiga aytguncha, ayol kishiga aytsangiz nima bo'ladi? Nega ayol tanishtiradi? Aka, posingda yashaysizlarmi ham? Hozir men sizga mana shu yerga bugun keldim men hozir. Men sizga 50 ta ayolning kontaktini topib beraman hozir. 50 ta. Mana posing Telegram gruppa bor-a? Telegram gruppaga shunday yozib turib, akalar, opalar, meni ayolim yoki shu yashab turgan xotinim. Mana o'sha yashab turgan xotinim meni o'sha yo'qligim paytida tili ketib qolishi mumkin. O'shanga bir ayol kishi постоянно aloqada bo'lib tursa, telefon qilsa, boshqa qilsa, ha? Yugurib chiqib bir xabar olib qo'yinglar yoki o'shanga qarab, u nima oshxona borki, ixlosmidi nima edi? O'sha ixlosni oldida yashasangiz, o'sha masjid atrofida ayol kishilar yashaydi. Men bilaman shuni. Men ham yashaganman bu yerda. Tushundingizmi? O'sha ixlosingizni oldida to'la bir dunyo etnitskiy karislar, O'zbekistondagi o'zbeklar bir hozir sanayman 100 ta ayol chiqadi shu mahallaning o'zidan O'zbekiston fuqarosi emas. O'zbek tilida gapiradi shular. Bitta podyezdni o'zidan bilmayman, 20 ta ayol topsa bo'lsa kerak mana shu o'zbek ayollarida. O'sha yerga borib olib, masalan, bitta o'sha o'zimiznikilar ichida aralashib, xo'p, bitta xotinimdan bir xabar olib qo'yiladi deb bir ayol kishiga nomer bersangiz bo'lmaydimi? O'zi o'rtag'ingizga berib. G'alati emasmi bu? Xo'p, ayol, men tilim ketib qolyapti-da, u ayolingiz ham emas o'zi aslida-da. Balkim endi 200 da qanaqadir bir nima bordir, lekin g'irt qo'pol aytganda bilganlaringni qilib yurgan insonsizlar-da. Xo'p, ota-onasi ham bilgan-a uni, ota-onasi ham bilgan. Endi nikoh o'qitib olinglar degan sizlar ha deb turib bilganlaringni qilib yuravergansizlar, to'g'rimi? Endi o'zlaringcha siz yoqda endi men bu 2 ta, 3 ta erga tekkan odam bilan men yashaymanmi deb turib o'zingizcha endi siz yoqda bitta qiz bolaga uylanmoqchi bo'lgansiz, xuddi o'zingiz bir osmondagi oydek. Ba'da endi bu kishim sizni qizg'anib, o'zi bunday olib qaraganda nikohlari ham yo'q, nima bir-birlarini qizg'anishar ekan, men hayronman. To'g'risimi aka? To'g'ri gapiryapmanmi yo
noto'g'ri gap gapiryapman. Mana sizlar xolis guvohsizlar. Qanaqa gap gapiryapman aka? Hozir endi xo'p, bo'larish bo'ldi. Bu bitta bola yetim qoldi. Ana O'zbekistondagi narigi eridan qolgan bola yetim qoldi, ha? Endi hozir morgxonada yotibdimi ayol? Endi bu vizasi qanaqa buni hozir? Vizasi yo'q, hozir vizasi tugagan. Vizasi tugagan. Oldingi vizasi qanaqa edi? F6 bo'lgan. Kasalxona to'lovi qancha chiqdi? 1,5 milliondan oshiq. 1,5 milliondan oshiq. Siz hozir plyus bormi? 1,5 milliondan oshiq bo'lgani uchun, ha? Men keyin bu insonga men ehson yig'mayman, chunki bu inson ehsonning egasi bas. Chunki siz borsiz batda, masalan, mashinangiz bor, sotasiz mashinangizni. Men aka bitta joyga borsam, ehson yig'ish kerak bo'lsa, oldin hamma yo'q surishtiramanda. Agar o'zini puli bo'lsa, ishlat o'zingni pulingni degan. Bu ehsonni egasi bor-da. U hali palakatdan bir xudodan bo'lib yo'lidan kiyik chiqib qolib bir nima bo'lsa, mayli, hay unga yordam bersak-da, o'zida imkoniyat yo'q bo'lsa. Lekin mana qilib o'z aqli muchasi yetib, nimasi sog' bo'lib turib, bir-birini rashk qilib, boshqa qilib, ichib kayfini qilib, xoram xarij yurib, nima qilib, oxiri ahvol aka. Mana xoram xarijda ahvolida. To'g'rimi? Mana siz ham shu bola bilan tengmisiz yo kattami? Sizchi? Siz nima uylanmayapsiz aka? Siz mana shu yerda bittasi bilan yursangiz bo'lmaydimi siz? Uydagilar qatdan bilib o'tiribdi aka. Yashavering mana shu yerda bittasini olib kirib olib, qiynalib yurasizmi aka? Ha? To'g'ri kelmaydi, ha? Qayerdansiz siz? Farg'onadamisiz? Aka, bitta savol beraman-da sizga. Men ham Y9 viza bilan kelganman-da. Y9 viza degani ishchi viza degani, ha? To'g'rimi gapim? Sizga savol. 2,5 yil davomida mana shu qiz bilan tanishganingizga 2 yil bo'libdi. Xo'p, undan oldin 5 oy bo'lgan ekan Koreyaga kelganingizga. Mana o'pshi 2,5 yil bo'libdi. Siz mana shu 2,5 yil davomida mana Koreyaga kelgan odam bir yemay ichmay uyqulaydi deydi, yemay ichmay bir sinimi chiqaradi deydi, ana tomni ochib yangilaydi deydi, ha? Uyda bir nima yerda bir asfalt qiladi deydi, ha? To'g'rimi? Yoki qarzlardan qutulaylik deydi, ha? O'zbekmiz-ku. Yemay ichmay O'zbekistonga jo'natadi, ko'zim bir narsani ko'rsin deydi. Sizga konkret savol, mana men o'z javobini o'zi bilib turibman. Siz 2,5 yil davomida moddiy tomondan nima ish qildingiz aka? Moddiy tomondan mashina oldingizmi, dadangizni umraga jo'natdingizmi, uyni yangilab, tomini ochdingizmi, siyningizni chiqardingizmi, ha? Nima ish qildingiz aka siz? 2,5 yil davomida menga aytingchi. Ochiqini ayting aka. Men ko'p ish qilganman. Nima qildingiz? Mana ko'p ish qilganim emas, nima qildingiz? Mashina oldingizmi? Xo'p, nimadir qildingizmi? Shu 2,5 yil shunday o'tib ketdimi aka hozir? Ozroq ishlar, amallar jo'natdim. Deyarli u narsa hech nima qilmadingizmi? Kattalar narsa. Yo, ko'z ko'radigan nimadir qilmadingizmi? Hozir mana 2,5 yil o'tdi, mana o'zi sizni vizangiz 3 yillikda. Yana bir 4-5 oydan keyin sizni vizangiz tugaydi, to'g'rimi? Siz O'zbekistonga ketasiz. Nima qildingiz? Aka, O'zbekistonda bitta Yandex mashina minadigan o Farg'ona Toshkent qatnaydigan bolalar hamchi aka, o'zidan ortib yemay ichmay o'sha pirashkasini yeb, aka, bilasizda? O'sani Sanjar Patridagi hali tekinga beradigan hali kulcha non bilan krant suvini ichib, o'shalar ham o'zini yurtida bolasini, enatasini bag'rida $1000 pulni o'ynab kulib topyapti O'zbekistonda. Kelmay qo'yurmaysizmi aka Koreyaga? Bunaqa qilib hamma yo'qda xoramini chiqarib bitta odamni boshini yeguncha aka. Sizga mana konkret savol aka. Nimani qoyil qildingiz aka siz? Mana bitta savol beraman yana. Imtihondan o'qib o'tganmisiz? Nimani o'qib o'tgansiz? Koreys tilini bilasizmi? Siz hozir men koreys tilidan dars berganman-da aka. Men sizga hozir bitta ikkita savol berib, koreys tilidan o'zingiz o'tganmi bu yo pora bilan o'tganmi bilib olaman-da. Siz pora berib o'tganmisiz yo o'zingiz o'tganmisiz yo birovdan ko'chirib o'tganmisiz? Men bitta o'zim uchun bilaman-da aka. Agar Koreyaga kim keladi? Kambag'alchilik bor-ku, jonidan o'tib ketgan odam keladi Koreyaga-da. Siz boyni bolasizmi siz? Dadangiz hokimmi siz? Kim dadangiz?